O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti olimlari o'simliklarning o'ziga xos jihatlarini o'rganib, ularning ilmiy va amaliy jihatdan qo'llash bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Barcha davlatlardan yig'ib olib kelingan o'simlik turlari namunalari saqlanadi. Va u yerda etiketka ma'lumotlar ham va joylashish koordinatalari keltiriladi. Aynan o'sha o'simligini isbotlab beruvchi iste'molchilar ikkilanish holati bo'ladi. Va bu aynan o'sha o'simlikni yoki shunga yaqin turlarni aniqlab beradi. Men Tajitinova Dilorom Najatinovna, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti O'zbekiston Florasi laboratoriyasining katta ilmiy xodimi bo'lib ishlayman. Bizning laboratoriyamizda hozirda mahalliy floralarni to'rt tizimli xaritalash amaliyoti bajarilyapti. To'rt tizimli xaritalash mahalliy florani chuqur sinchiklab o'rganish deb hisoblasak ham, deb aytsak ham bo'ladi. Bu oldingi floralarni o'rganishdan aniqlik darajasi yuqori bo'lib hisoblanadi. Ya'ni oldingi klassik metodlarimizda, florani o'rganishdagi metodlarimizda to'rt tizimli xaritalash farqi har bir katak sinchiklab o'rganiladi. Har bir katakdagi tur xillari va namunalar zichligi aniqlanadi. Bunda bu borada O'zbekiston florasi va fan uchun yangi turlar aniqlanadi. Kamyob endem turlarimiz tarqalishiga aniqlik kiritiladi. Endi biz hozir aytyapmiz, to'rt tizimli xaritalashda amalga oshirish hozirgi florani, mahalliy florani, mintaqaviy floralarni o'rganishda to'rt tizimli xaritalash joriy qilyapmiz-ku. O'sha barcha florani o'rganishda to'rt tizimli xaritalashda hammasida asosida bizni O'zbekiston milliy gerbariysining gerbariy ma'lumotlari ahamiyatli rol o'ynaydi. Bu hozir turgan joyimiz bu O'zbekiston milliy gerbariysi. Bu yerda 1,5 milliondan ortiq turlarning O'rta Osiyo bo'yicha barcha davlatlardan yig'ib olib kelingan o'simlik turlari namunalari saqlanadi. Bu O'zbekiston milliy gerbariysi asosida oldin o'sha O'rta Osiyodagi respublikalarning floralari, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston floralarining o'sha ma'lumotlari yig'ilib, hammasi o'sha floralar yozilgan va 10 tomlik O'rta Osiyo o'simliklar aniqlagichi kitobi ham turgan joyimizdagi gerbariyimiz noyob obyektlarning gerbariy ma'lumotlari asosida yozilgan. Biz to'rt tizimli xaritalash deganda o'sha tadqiqot hududimizni 5 ga 5 kilometrda amalga oshiramiz. Aslida bu to'rt tizimli xaritalashni boshlashimizda biz Rossiya va Yevropa davlatlarining o'sha tajribalar asosida boshlaganmiz. Ularda masalan davlatlarda 30 ga 30, 50 ga 50 kilometr, 10 ga 10 kilometrlarda boshlanadi. Biz o'sha o'rganadigan hududimizni barcha geografik joylashishini hisobga olgan holda 5 ga 5 kilometrga kataklarga indeks, ya'ni indekslarga ajratamiz. Va o'sha indekslarda har bitta indekslar chuqur o'rganiladi. Species richness deydi, turlarning xilma-xilligi, collection density deb aytiladi. Bunda o'sha gerbariy namunalarni zichligi hisobga olinadi. Ko'rib turganingizdek, har bitta 5 kilometr oraliqdagi har bitta indeks chuqur o'rganilgandan keyin albatta bu aniqlik darajasi yuqori darajada bo'ladi florani o'rganishda. Xaritada ko'rib turganingizdek, masalan, ko'rishingiz mumkin, xaritada ikkita xarita bor, mavjud. Bittasi to'rt o'simlik turlarni, ya'ni turlar xilma-xilligini ko'rsatadigan raqamlar ko'rinib turibdi bu yerda. Ikkinchisida o'simlik namunalari ko'rsatilgan raqamlar. Va o'sha raqamlar asosida biz Excel ma'lumotlari bo'ladi va u yerda etiketka ma'lumotlar ham va joylashish koordinatalari keltiriladi. Albatta o'sha turlarning o'sha joyda tarqalish nuqtalari aniqlangandan keyingina bu xaritalar amalga oshiriladi. Ismim Yusupov Ziyovuddin, Botanika institutining molekulyar filogeniya biogeografiya laboratoriyasi mudir vazifasini bajaraman.
hozirgi kunda botanika institutini ilg'or yo'nalishlari, ilg'or fan tarmoqlarini birini ishini olib bormoqdamiz. Asosiy vazifamiz o'simliklarda bioxilma-xilliklarni molekulyar tadqiqotlarni amalga oshirish. Innovatsiya rivojlanish agentligi tomonidan moliyalashtirilgan loyiha qo'shma loyiha hisoblanib, Belarus davlati bilan birgalikda amalga oshirilmoqchimiz. Belarus O'zbekistonda mavjud bo'lgan dorivor o'simliklarni aniqlash, ularni xomashyolarini ajratib berish va bir-biriga aralashtirilgan soxta o'simliklarni oldini olish maqsadida olimlar soxtakorlarga nisbatan ancha oldin yurishi uchun hozirgi loyihalar amalga oshirilmoqda. Ya'ni tabobatda bo'ladigan soxtagarchiliklar, ya'ni tabobat hozir kuchaygan vaqtida o'simliklar, dorivor o'simliklardan aynan o'sha o'simlikni ishlatmaslik odatiy holga tushdi. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan boshqa o'simliklardan foydalanish va ularni farmakopeyada qo'llash tobora kuchayib bormoqda. Bu soxtachiliklarni oldini olish maqsadida loyihada genetik markirovkalash amalga oshirilgan. Genetik markirovkalash vaqtida o'simliklar, ya'ni DNKlarini o'qitish holatiga olib bormasdan PCR, ya'ni polimer zanjir reaksiyalari davomida elektroforez uskunasi yordamida aniq ravshan ko'rinib beradigan holatga olib chiqiladi. Bu iqtisodiy jihatdan ancha o'zini oqlovchi loyiha hisoblanadi va bu kelajakda yaxshigina amaliy qo'llash imkoniyati bo'ladi. Mana farm sanoatda, farmakopeyada, xalq tabobati vositalarini aniqlashda ishlatish mumkin. Hozirgi kunda yovvoyi tabiatda O'zbekistonning hududida 1000 dan oshiq dorivor o'simliklar bor. Shundan 112 tasi farmakopeyada, ya'ni farm sanoatda ishlab chiqarish uchun ishlatiladi va bularni aynan o'sha o'simligini isbotlab beruvchi iste'molchilar ikkilanish holati bo'ladi va bunda olimlarni faolligi kuzatilishi kerak. Shu jumladan ham hozirgi loyiha, fundamental loyiha aynan shu maqsadlarda amalga oshirilgan, ya'ni genetik markirovka zamonaviy yo'llar bilan soxta dorilarni yoki soxta firmalardan chiqariladigan preparatlarni aniqlab berish uchun xizmat qiladi. Qo'limizda turgan narsalar bular genetik markerlar deb nomlanadi va genetik markerlar aralash o'simliklarni yoki aynan o'sha o'simliklarni isbotlovchi vositasi hisoblanadi. Bu markerlar yordamida o'simlik karantin xizmati, bojxona xizmati yoki farmakopeyada, xalq tabobatida yoki farm sanoatida ishlab chiqariladigan o'simlik xomashyolardan ishlab chiqariladigan holatlarda ishlatish mumkin. Bu o'simlik aynan o'sha o'simlik genomi asosida, DNKsi asosida tuzilgan bo'lib, laboratoriyada amalga oshirilgan va bu aynan o'sha o'simlikni yoki shunga yaqin turlarni aniqlab beradi. Va bu orqali biz qolgan o'simliklarni ajratish imkoniga ega bo'lamiz. Ya'ni aytaylik, qimmat o'simliklarimizdan bittasi bu Lagophyllus inebrians, shunda noyob hisoblanadi, grammi o'sha jahon bozorlarida $25 dan $50 turishi mumkin va bularni soxtalashtirish mahalliy aholi tomonidan yo yig'uvchilar tomonidan yoki o'shani ishlab chiqaruvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Va buni aniqlashi vositasi sifatida hozirgi kungacha kimyoviy tadqiqotlar amalga oshiriladi, ya'ni kimyoviy tahlillar amalga oshiriladi. Kimyoviy tahlillar og'ir va uzoq davom etadi va bu faqat protsent ko'rinishida beradi. O'simlikni identifikatsiya, ya'ni aniqlash imkoni bo'lmaydi. Unga yaqin turlarda ham xuddi shu holat kuzatilishi mumkin, ya'ni o'sha kimyoviy modda kamroq miqdorda uchrashi mumkin. Bu degani kimyoviy tahlillar o'simlikni aniq ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun hozirgi zamonaviy metodlar yordamida aynan o'sha o'simlikni aniqlash imkonini beruvchi prototip qo'limizda turgan mahsulot orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bular o'rtacha hozirgi kunda juda katta miqdorda tashkil qiladi. Bir donasi misol uchun iqtisodiy jihatdan aytaylik $2-3 turadigan bo'lsa, buni ichida 1000 tadan 1,5 ta namunani tekshirish imkoniga ega bo'ladi. Bu degani 1000 marta kelingan mahsulotni tekshirish imkoni bor. Albatta bunda hamma o'simlik karantin xizmati yo bojxona xizmatlarida DNKni ajratish va aniqlash imkoniga ega bo'lish kerak. Bu barcha deyarli O'zbekiston barcha karantin xizmati yo bojxona o'tuv tizimlarida mavjud. Bu o'sha O'zbekiston Respublikasidan olib chiqib ketilayotgan xavfli o'simliklar yoki bu modelli yoki eksport qilinadigan ko'p noyob o'simliklar, qimmatbaho o'simliklar yoki chetdan kirib keladigan o'simliklarga bu metodlarni qo'llash mumkin va bu bo'yicha ishlanmalar qilish mumkin.